Assalomu alaykum hammaga. Siz yana My Anime News kanalidasiz va bugungi videoda top 10 eng kuchli iblislar haqida to'liq gaplashamiz va bu videoni juda ham ko'p muxlislar so'rashgandi. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Bu top 10likni hech qanday ChatGPT yoki boshqa platformalardan olmadim. Hammasini o'zim tuzdim. Shuning uchun sizning top 10ligingizga to'g'ri kelmasa, kommentariyada negativ yozmanglar. Ya'ni videoda har bir 10 iblis haqida to'liq ma'lumotlarni beraman va tez orada top 10 hashiralar haqida ham kanalda video chiqadi. Lekin videoni oxirigacha ko'ring. Video juda qiziqarli bo'ladi. Qani unda 10-o'rindan boshlayman. 10-o'rinda Enmu. Enmuni biz iblislar qotili cheksiz poytda ko'rganmiz. O'zi Enmuni o'rniga 10-o'ringa Tamayo xonimni qo'ymoqchi edim. Nega? Tamayo xonim birinchi iblislardan. Muzan uni birinchi bo'lib iblisga aylantirgan va u asrlar davomida yashab Muzanga qarshi kurashadi. Asosiy kuchi dorilar va sehrli qon texnikalari. Odamlarni va hatto Muzanning o'zini ham zaiflashtira olgan. Lekin jangchi sifatida u ko'proq qo'llab-quvvatlovchi rolda. To'g'ridan to'g'ri kurashda Enmuga qaraganda kuchsizroq. Shu uchun 10-o'rinda Enmu. Enmu tushlarni nazorat qiladi. Enmu juda shafqatsiz va zavqaras iblis. U odamlarning azoblanishi, juda qiynalishi va o'limini ko'rib mazza qiladi. Enmuning asosiy kuchi odamlarni tushga cho'ktirishdir. U odamlarning eng katta istaklarini ko'rsatib, ularni o'z tushlariga qarab qiladi. Shu orqali ularga qarshilik qila olmaydigan darajada kuchsiz qilib qo'yadi. U tush ichida odamning ruh yadrosini buzib, uni abadiy uyquga qamab qo'yishi mumkin. Ya'ni cheksiz poytda u bu ish bilan Rengoku va qolgan biz xotinlari temir peshona, to'ng'iz kalla va sarsoqni o'ldirmoqchi bo'lgan. Tanjironing ongiga kirib, uni ichkaridan yo'q qilishga harakat qiladi. Lekin Tanjiro otasining yordami bilan hammasini tushunib uyg'onadi. Cheksiz poytda Enmu o'z tanasini butun poyezd bilan birlashtiradi. Shu orqali u nafaqat bitta odam, balki yuzlab yo'lovchilarga hujum qiladi. Tiklanishi va chidamliligi, oddiy zarbalar unga ta'sir qilmasdi. Poyezdga aylangach, Enmu o'z tanasini juda tez tiklaydigan bo'ladi. Mangadagi Enmuning roli: Muzan kichik oylar yig'ilishida boshqa iblislarni o'ldirib yuborganida faqat Enmuni tirik qoldiradi. Chunki Enmu Muzan oldida o'zini to'liq bag'ishlagan va azoblanayotgan odamlarning yuzini ko'rish unga quvonch bag'ishlashini aytadi. Keyin Muzan unga Tanjironi o'ldirishini va qudratli iblis bo'lish uchun ko'proq odam yeyishni buyuradi. Enmu cheksiz poyezdga chiqib, yo'lovchilarni tutib olish va qahramonlarni yo'q qilishga harakat qiladi. Tanjiro va Inosuke birgalikda uni mag'lub qilishadi. Jangdan keyin poyezd yo'ldan chiqib ketganda Rengoku va Akaza jangi boshlanadi. Xullas Enmu kichik oy iblislarning eng kuchlisi hisoblanadi. 9-o'rinda Nakime. Nakime beva chaluvchi iblis. Nakime avval oddiy iblis bo'lgan, lekin Muzan uni keyinchalik 4-oy iblis darajasiga ko'targan. Nakime asosan cheksiz qala arkida yirik rol o'ynaydi. Cheksiz qala nazorati, iblis qon san'ati. Nakime butun cheksiz qalani boshqaradi. Beva chalganida devorlar, pol, shiftlar o'zgaradi. Jangchilar bir zonni boshqa joyga ko'chirib tashlashi mumkin. Teleportatsiya va joy almashtirish u odamlarni yoki iblislarni xohlagan joyga tushirib qo'ya oladi. Masalan, Muzan yoki boshqa iblislarni bir zonni chaqira olgan. Cheksiz qala juda ulkan va murakkab joy. Nakime uni mukammal nazorat qiladi. Jang paytida u devorlarni yopib, yerlarni ochib, ko'p hashirlarni chalg'itgan. Nakime o'zi bevosita kuchli jangchi emas, lekin asosiy xavfi u boshqaratgan joyda. Cheksiz qala ichida u deyarli mag'lub bo'lmaydigan darajada ustunlikka ega bo'ladi. Nakime avvaliga faqat beva chaluvchi iblis sifatida ko'rinadi. Muzan uchun boshqa iblislarni chaqirish bilan shug'ullangan. 4-oy iblisi Hantenga o'lgach, uning o'rniga Nakimeni Muzan 4-oy iblis qiladi. Cheksiz qala arkida u qahramonlarni turli joyga tashlab, janglarni alohida qilish orqali Muzanga yordam beradi. Oxirida Yoshiru, Tama yordamchisi Nakime ongiga kirib, uning boshqaruvini qo'lga oladi. Natijada Muzan uni o'ldirishga majbur bo'ladi. Xullas Nakime jang sifatida emas, balki strategik qo'rqinchli iblis sifatida o'z o'rniga ega. Shuning uchun ham uni men 9-o'ringa qo'ydim. 8-o'rinda Kaigaku. Kaigaku avval odam bo'lgan. Zenitsu Sagatsumi bilan bir ustoz Kushigime Jigoro qo'lida ta'lim olgan va chaqmoq nafasi vorisi edi. Keyinchalik u 6-oy iblis darajasiga ko'tarilgan. Ya'ni Gyutaro va Daki o'lgach, ularning o'rniga u 6-oy iblisi bo'ladi. Uni Kokuchibo o'z qoni bilan iblisga aylantiradi. Kaigaku kibr, mag'rur va o'zini boshqalardan ustun ko'radi. Ustoziga nisbatan har doim hurmatsizlik qilgan. U bilan solishtirsak, Zenitsu ancha kamtar. Kaigaku kuchga o'ta ochko'z. O'zi uchun kuch olish uchun hamma narsani qurbon qiladi. Shu sababdan u oxir-oqibat Muzan tarafda bo'lishni tanlaydi.
edi. Yoshligida u Zenitsu bilan bir sotqolda o'qigan. Ustoz Jigoro unga Momijigari, donor chaqmoq texnikasini o'rgatmoqchi bo'lgan, lekin Kaigaku hamma texnikalarni mukammal qila olmadi. U o'zini Zenitsudan kuchliroqman deb hisoblagan, ammo aslida u texnikalarda to'liq ustun emasdi. Muzan va Kokochibo bilan uchrashib, kuchga bo'lgan ochko'zligi sababli o'zini iblisga aylantirishga rozi bo'ladi. Shundan so'ng u 6-oy iblisi bo'lib, Daki va Gyutaroni egallaydi. Kuch va qobiliyatlari: chaqmoq nafasi. U ustozidan chaqmoq nafas kattalarni o'rgangan, lekin birinchi shaklni hech qachon to'liq qila olmagan. Shunga qaramay, boshqa shakllarni iblis kuchlari bilan o'rlashtirib, yanada kuchaytirgan. Iblis kuchlari tanasi iblis bo'lgach, titamliligi va tiklanishi keskin oshgan. Elektr va chaqmoqqa o'xshash hujumlari bilan tezkor zarba bera olardi. Oddiy iblislardan ancha kuchliroq, lekin boshqa oliyolarga nisbatan tajribasizroq. Zenitsu bilan yakuniy jang. Kaigaku iblis bo'lishiga qaramay Zenitsuga yutqazadi, chunki Zenitsu o'zi yaratgan 7-shakl Hekireki Isen Shichi no katani ishlatadi va shu kata bilan Kaigakuni o'ldiradi. Hamma cheksiz qalada nega Zenitsu seriozning bo'lib qolganini hayron bo'lishdi. Zenitsuning bobosi, ya'ni ustozi Kaigaku iblis bo'lgani uchun o'z qorniga pichoq tiqadi va alamli tarzda o'ladi. Bu esa Zenitsuni kuchli qiladi. Xullas, Kaigaku eng kuchli oy iblislardan biri emas, lekin u Zenitsuning rivojlanishi, hikoya dramatizmi uchun muhim iblis hisoblanadi. Shuning uchun uni to'pon iblislar ro'yxatida 8-o'ringa qo'ydim. 7-o'rinda Gyokko. Gyokko Muzanning 12 oy iblislaridan 5-chisi. U o'zining g'ayrioddiy ko'rinishi, shafqatsiz tabiati va san'atga bo'lgan obsessiyasi bilan mashhur. Gyokko o'zini san'atkor deb hisoblaydi. U odamlarni qiynash, ularni hakerlarga o'xshatib o'ldirishni san'at asari deb biladi. Juda mag'rur, o'z qobiliyatini haddan tashqari maqtaydi. Ba'zan kulgili, ammo shafqatsiz va bezor iblis. Gyokkoning qobiliyatlari juda ko'p. Gyokkoning tanasi qattiq va chidamli. Uning asosiy qobiliyati vazalar hosil qilish. Bu vazalardan u baliq shaklidagi iblislarni chiqaradi. Vazadan chiqadigan baliq yoki dengiz jonivorlariga o'xshash mahluqlar juda kuchli va odamlarni osonlikcha o'ldiradi. Gyokko vazalar ichidan boshqa vazaga ichiga o'tib, joyini tez almashtira oladi. Bu unga jangda tezkorlik beradi. U odamlarni tiriklarini o'zining san'at asariga aylantiradi. Masalan, temirchilar qishloq ahli ustalarini azoblab hakerlarga aylantirgan. Bu qobiliyat uning eng dahshatli jihatlaridan biri. Gyokkoning haqiqiy shakli Muichiro bilan jang oxiriga kelib, Gyokko o'zining asl shaklini ochadi. Baliqqa o'xshash, mushaklari kuchaygan, juda tezkor va jismoniy jihatdan kuchli. Bu shaklda u avvalgi ko'rinishdan bir necha barobar kuchliroq bo'ladi va Muichiroga yengiladi. Avval Muichironi yengadi, lekin Muichiro markazini yo'qotgach, Gyokko yengiladi. 君はさ 6-o'rinda Gyutaro. Gyutaro 6-oy iblisi va bir asrdan ko'proq vaqt yashagan. Gyutaro singlisi Daki bilan bir tana bir jon bo'lib jang qiladi. Daki va Gyutaro juftligi qizil fanallar qishloq arkida asosiy yo'llar sifatida chiqadi. Gyutaro yoshligida kambag'al va tahrirlangan bola bo'lgan. U qashshoqlik, ochlik va jirkanch ko'rinish sababli jamiyat tomonidan rad etilgan. Singlisi Daki tug'ilgach, u faqat singlisini himoya qilib yashagan. Singlisining odamlikdagi ismi esa Ume. Iblis bo'lgach, u ichidan to'plangan nafrat, rak va hasad bilan yashaydi. Hashiralarning boyligi va go'zalligidan nafratlanadi, chunki o'zi kambag'allikda yashagan. Gyutaro o'z qonidan o'tkir o'roq qilichlar yasaydi. Bular o'ta zaharli va qonga tushsa, hashirani asta-sekin zaharlab o'ldira boshlaydi. Gyutaro juda tezkor va chaqqon, tanasiga qil zarbalarni yeb ham tezda tiklanib ketadi. Gyutaro va Daki bir-birining hayotiga bog'langan, faqat ikkisini bir vaqtda boshini kesish kerak. Aks holda ular yana qayta tiklanib jang qilishni davom etadi. Bu juftlik ularni nihoyatda xavfli va yo'q qilishni qiyinlashtiradi. Gyutaro urgan har bir yeri o'ta xavfli, chunki qonga zahar tarqaladi. Hatto hashirlar uchun ham bu o'limga olib kelishi mumkin. Gyutaro va Daki fanallar qishlog'ida Tengyunzui, ovoz hashirasi va Tanjiro Zenitsu Inosuke bilan jang qiladi. Jang nihoyatda uzoq va qiyin kechadi. Gyutaro hatto Tengyunzuini ham og'ir jarohatlaydi va bir qo'lini uzib oladi. Oxirida Tanjiro Zenitsu va Inosuke birgalashib Gyutaro va Dakining boshini bir vaqtning o'zida kesishga muvaffaq bo'lishadi. O'limidan so'ng Gyutaro va Daki o'zlarining fojiali o'tmishini eslashadi. Kambag'allik, qiynoq va jamiyat tomonidan rad etishlarini va o'lishadi. Gyutaro Uzuini o'ldirgan bo'lardi, lekin Nezuko qon sehri bilan Uzuini qutqaradi va zahardan ozod qiladi. Xullas, Gyutaro jang sifatida juda xavfli. Zaharlari va Daki bilan birlashganligi uchun uni yengish o'ta qiyin va Gyutaro qo'l jangida juda yaxshi. Tengen bilan jangi anime olamidagi eng zo'r janglardan biridir. 5-o'rinda Hantengu. Hantengu 4-oliyoy. U juda qo'rqoq. Qo'rqoqligi tufayli men begunohman deb baqiradi. Aslida esa odamligida ham yo'z va jinoyatchi bo'lgan. Uning asosiy qudrati
sehrli qon texnikasi yordamida o'zidan bir nechta klon yaratish. Asl tanasi juda kichkina, qaraga o'xshagan, doim qaltirab yuradi. Asl tanasi juda zaif, ammo yashirishda ustasi farang. Uni topib o'ldirmasangiz barcha klonlar qayta tirilib chiqaveradi. Klonlari Hunting jang vaqtida o'zidan 4 ta asosiy klon chiqaradi. Har biri uning his-tuyg'ularining bir ko'rinishi. Sekido, g'azab, elektr tokiga o'xshash hujumlar qiladi. Klonlarning eng kattasi va boshchisi Karaku, zerikish, katta shamol yelpig'i bilan hujum qiladi. Kuchli shamol zarbalari bilan dushmanni uchirib yuboradi. Aizetsu qayg'u, uzun nayza bilan jang qiladi. Juda chidamli va mudofaada zo'r. Urogi xursandchilik, qanotli va kuchli tirnoqlari bor, juda tezkor va hujumkor. Va oxirgisi Zohakuten, adolat. 4 klonning kuchlari birlashib, ulkan yirtqich qiyofasida paydo bo'ladi. Juda kuchli, mudofaa va hujum kuchiga ega. Hunting'ning asl tanasi juda kichkina va yashirinadi. Masalan, boshqa tananing ichida. Shuning uchun uni topish juda mushkul. Hunting odamligida o'g'ri va qotil bo'lgan. U doim o'zini begunoh qilib ko'rsatib, qilgan gunohlarini tan olmagan. Muzan uni iblisga aylantirgach ham qo'rqoqligi va yolg'onchiligi saqlanib qolgan. U juda qo'rqoq, lekin shu bilan birga juda xavfli. Hunting juda kuchli, chunki uning klonlari bilan olishish deyarli 4 iblisga qarshi jang qilishdek gap. Zaif joyi, asl tanasi juda nozik. Uni topib o'ldirsangiz, Hunting klonlari bilan yo'q bo'ladi. Xullas, Hunting iblislarning eng ayollaridan biri. Jang kuchi jihatdan o'zi uncha emas, ammo klonlar tufayli u 4-oliy oy. 4-o'rinda eng kuchli, eng xavfli qo'l jangida betakror Akaza. Akaza 3-oy iblisi. Insonligidagi ismi Hakuji bo'lgan. Insonligida ham u jang san'atida tengsiz bo'lgan, ammo taqdiri fojiali kechgan. U cheksiz qal'ada Tanjiroga qarshi bo'lgan jangdan keyin hamon muxlislar orasida eng mashhur iblislardan biri hisoblanadi. Akazaning to'liq tarixi, iblisga aylanish haqida kanalda alohida video bor. Tepada chiqqan ssilkadan yoki kanaldan bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Qanchalik kuchligi haqida ham video bor. Barchasi kanalda. Davom etamiz. Akaza qilich ishlatmaydi, faqat qo'l va oyoqlari bilan jang qiladi. Juda yuqori darajadagi jang san'ati ustasi, qon san'ati, mushuklari va zarbalari orqali havo zarbalari va halokatli to'lqinlar chiqaradi. Juda tezkor, juda kuchli va qarshi hujumni oldindan sezib himoyalanadi. Kompas kuchi, bu kuch eng xavflisi hisoblanadi. U atrofdagi dushmanlarning jang aurasini sezadi. Shu orqali raqib qayerdan hujum qilishini oldindan biladi va zarba berish uchun eng yaxshi yo'lni tanlaydi. Natijada u bilan jang qilish deyarli imkonsiz bo'lib qoladi va buni cheksiz qiladi. Tanjiro biladi va aurasini ko'rsatmasdan jang qiladi. Chidamlilik va regeneratsiya. Boshini kesib tashlasangiz ham tezda qayta tiklanadi. Juda katta jarohatlarni ham soniyalarda davolaydi. Akaza cheksiz poyezda Rengoku bilan esda qolarli va dahshatli jang olib boradi. Cheksiz qal'ada esa Akaza sevgan qizini, tarixini eslab, o'zini o'zi yo'q qiladi. Agar eslamaganda Tanjiro va Gyu o'lishardi. Chunki Tanjiro Akazaning boshini olib tashlasa ham, boshi yana qayta o'sib chiqadi. Akaza iblis orasida eng ko'p hurmat qilinadigan va esda qoladigan jangchi. Uning fojiali o'tmishi, insoniy tomonlari va jang san'atiga tengsiz kuchi uni Demon Slayerdagi eng mashhur yo'llardan biriga aylantirgan. 3-o'rinda Doma. Doma 2-oy iblisi. Doma ko'rinishidan doim tabassumli, samimiy, hatto yoqimli odamga o'xshaydi. Ammo aslida u sovuqqon, rahmsiz va butunlay hissiz iblis. U o'zini odamlarni xalos qilishi deb hisoblaydi va ularni yeyish orqali azobdan qutqaraman deydi. Sehrli qon texnikasi muzdan iborat. Doma muzdan turli qurollar, hujumlar va hamo shakllantira oladi. Muz texnikasi juda ko'p qirrali, sovuq havo chiqarish, pichoqlar, muzxonlar, ulkan muz bo'ronlari, muzning sovuqligi dushman tanasini sekin-asta falaj qiladi. Qisqarib aytganda, muz texnikasining juda ko'p shakllari bor. Qashirlarga tenglashadigan tezlik va kuchga ega. Odatdagi jangchilar unga qarshi bir necha soniyada yengiladi. Juda yuqori darajada katta jarohatlardan tez tiklanadi. Hatto boshidan kesilgan joylar ham qisqa vaqtda qayta tiklay oladi. U jang paytida hamisha tabassum qiladi va dushmanni mazax qiladi. Bu jangchilarning asabini buzib, ularni noto'g'ri qarorlar qabul qilishga majbur qiladi. Doma haqida kanalda alohida video bor. Videoda Doma haqida to'liq ma'lumotlarni berganman. Cheksiz qal'ada Doma Shinabuni yengadi va uni yeb qo'yadi. Keyin Kanao va Inosuke bilan jang qiladi. Doma ularni ham deyarli mag'lub qiladi, lekin Shinabuning tanasidagi zahar sekin-asta ishlay boshlaydi. Shinabu san'atini zahar bilan to'ldirgan bo'ladi. Bu esa Domani zaiflashtiradi va oxir-oqibat Domaning tanasi yemirilib yo'q bo'lib ketadi. Xullas, Doma Demon Slayerdagi eng sovuqqon va qo'rqinchli iblislardan biri. U doim kulib turadi, ammo ichida hech qanday insoniy tuyg'u yo'q. Jang mahorati va kuchi uni bugungi videoda 3-o'ringa olib chiqdi. 2-o'rinda Yorichining akasi, eng ko'p 16 ta katta bor oyna va yaratuvchisi va old ko'zli iblis Kokushibo. Kokushibo 1-oy iblisi va yengilmas jangchi. Ukasidan tashqari hech kimga yengilmagan. Kokushibo haqida ham kanalda video bor. Videoda u haqida barcha ma'lumotlarni to'liq qilib berganman. Kokushiboning odamligi ismi Michikatsu Tsugukuni bo'lgan.
Kokushibo kasdan kuchi bo'yicha ortda qolgani uchun hasadda iblisga aylangan. Kokushibo oliy darajadagi qilichboz, insonligida ham buyuk samuray bo'lgan. Iblisga aylangach, qilichbozlik san'atini eng yuqori darajaga ko'targan. Uning qilichi ham iblislashtirilgan, tirikdek bo'lib nafas oladi va qayta tiklanadi. U qilichni o'z tanasidan yasagan, oy nafasini quyosh nafasidan foydalanib yaratadi. Har bir zarbasi atrofida yarim osh shaklidagi qirqib tashlaydigan to'lqinlar paydo qiladi. Kokushibo juda tezkor va cheksiz kombinatsiyalar qila oladi. Olti ko'zning afzalligi dushman harakatini oldindan ko'ra oladi. Bu uni deyarli mag'lub qilib bo'lmas jangchiga aylantirgan. Regeneratsiya va chidamlilik oddiy iblislardan 10 barobar kuchliroq regeneratsiyaga ega. Boshini kesib tashlash ham uni darhol o'ldirmaydi. O'zgarish formasi Gyome, Sanemi va boshqa hashirlar bilan jang oxirida tanasi yirtqich va qo'rqinchli shaklga o'zgaradi. Yanada kuchliroq bo'ladi, lekin nazoratni yo'qotadi. Kokushibo ham Akazadek o'zining insonligidagi hasad va oshlar sabab ruhan yengiladi va halok bo'ladi. Kokushibo Muzandan keyin eng kuchli iblis, birinchi oy iblisi. Quyosh nafasining eng yaqin uslubga ega bo'lgani uchun ham eng xavfli jangchi. 4 hashira va geniya ham uni zo'rg'a mag'lub qilishgan. Xullas Kokushibo Demon Slayer olamidagi eng kuchli iblislardan biri va eng fojiali o'g'irlardan biridir. U o'z ukasidan hasad tufayli hayotini iblis sifatida tugatadi, ammo oxirgi nafasida insoniy armonlari bilan yashab o'tadi. Va nihoyat birinchi o'rinda iblislar qiroli Muzan Kibitsuji. Muzan 10 asrdan oshiq vaqtdan beri yashab keladi va faqat Yorichiga yengilgan. Keyinchalik boshqa hashirlar uni o'ldirishgan. Muzan aslida inson bo'lgan, lekin yoshligida og'ir kasallik tufayli uni davolash uchun tajribalar o'tkazilgan. To'g'ri oqibatida o'lish kerak edi, ammo kutilmaganda u o'lmaslik qudratiga ega bo'ladi va iblisga aylanadi. Muzan juda go'zal va o'zini mukammal tutadi. Odamlar uni boy va obro'li shaxs deb o'ylashadi. O'z qiyofasini tez-tez o'zgartira oladi. Erkak, ayol, hatto bola shakliga ham yuradi. Juda ayyor, sovuqqon va hech kimga ishonmaydi. U iblislardan ham qo'rqadi, chunki ular uning zaif yo'llarini bilib qolishidan xavotirlanadi. Kuchlari va qobilyatlari har qanday jarohatdan soniyalarda tuzaladi. Boshini kesib tashlasangiz ham tanasi qayta tiklanadi. Tanasini xohlagancha o'zgartira oladi. Jang patida yuzlab qo'l, og'iz, ko'z chiqarib dushmaniga hujum qiladi. O'z qoni orqali odamni iblisga aylantira oladi. Qonini ko'p bergan sari iblis kuchliroq bo'ladi. Shu orqali barcha a'lo iblislarni yaratgan. Hamma hashirlardan tez va kuchli. Uning zarbasi odam tanasini parcha-parcha qiladi. Biologik ustunlik. U iblis bo'lgach, quyosh nurlaridan qo'rqadigan bo'lib qoladi. Shu sababli ming yillardan biri quyoshda yo'q bo'lmaydigan mukammal iblisni yaratmoqchi bo'ladi va birinchi quyoshga chidamli bo'lgan iblisni topadi, Nezukoni. Muzan Nakimi orqali o'z dushmanlarini cheksiz qal'aga tortib, o'sha joyda kurashishga majbur qiladi. Bu joy uning jang uslubiga juda mos keladi va o'z chidamliligi va tezligi bilan ularni birma-bir yengib keladi. Oxirgi jang, quyoshga qarshi kurash, Tanjiro va ustunlar uni tuni bilan jang qilib, oxirgi tomchi qonigacha charchatishadi. Tong otgach, Muzan quyosh nurlari ostida asta-sekin yonib yo'q bo'ladi. O'lmasligi uchun Muzan Tanjiroga o'z qonini yuqtirib, uni yangi Muzanga aylantirishga urinadi. Tanjironing shu shakli Demon King Tanjiro deb ataladi va bu kuch Muzanni ham yengishga yetadi. Lekin Muzanning bu ishi muvaffaqiyatsiz bo'ladi. Xullas Muzan barcha iblislarning otasi, eng kuchli va eng xavfli mavjudot. Uning kuchi cheksiz bo'lsa-da, asosiy zaifligi quyosh nuri va insoniy qo'rquvlari. Shu sabab u 1000 yil davomida mukammal iblis yaratishga urinib kelgan, ammo oxir-oqibat o'z qo'rquvlaridan qutula olmasdan o'ladi. Bugungi videoda men o'zimni shaxsiy to'polligimni aytdim va agar sizni ham to'polligingiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Videoni esa reklamadan so'ng davom ettiramiz. Reklama uncha ko'p emas, lekin foydali bo'lishi aniq. O'zim preview, logo, avatarka, banner qildiradigan Muhammadullo dizaynerimni sizlarga ham tavsiya qilaman. Nima uchun? Birinchidan, ishlari tez va sifatli, o'zingizlar xohlagandek qilib beradilar va tez javob beradilar. Ko'rishingiz mumkin, ishlari oddiy emas, professional darajada yaxshi. Dizaynerlik bilan taxminimcha 3-4 yildan beri shug'ullanadilar. Men bilan bo'lsa 1 yildan oshiq vaqtdan beri ishlaydilar. Muomala juda ham zo'r. Agar prevyuda xato bo'lsa tezda to'g'rilab beradilar. Narxlar ham juda arzon va kanalinglar uchun eng yaxshi tanlov bu Muhammadullo dizayner. Kanallari va lichkalarni описаниеda qoldiraman. Bemalol o'tib zakaz berishingiz mumkin va biz davom etamiz. Top 10 ta eng kuchli iblislarni to'liq kuchlarini aytib berdim va tez orada top 10 eng kuchli hashirlar haqida ham video chiqadi. Shu uchun hozirroq kanalga obuna bo'lib qo'ying va kanalda Jodugarlar jangi animasiyaning tahlil videolari bor. Jujutsu Kaisen muxlislari bo'lsa, tahlil videolarini kanalga o'tib ko'ringlar. Bugungi videoda sizlar bilan top 10 eng kuchli iblislar haqida gaplashdik va video haqida va anime haqida savollar bo'lsa, kommentariy ochiq bemalol savollarni beraversanglar bo'ladi. Shunaqa qiziqarli videolarni chiqaraman. Shu uchun hozirroq kanalga obuna bo'lib, like bosib, shunga o'xshagan qiziqarli videolarni o'tkazmaslik uchun qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Bosib qo'ygan bo'lsangiz, odatda xayr, keyingi qiziqarli videolarda ko'rishguncha.